Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Xudo xolasa bugun 11-noyabr. Zara toza yuklar kelishda davom etib turibdi. 12-noyabr ertaga ham yuklarimiz keladir yo'lda. Bugungi yuklarimiz sizlarga ko'rsatib o'tajak edim qisqacha. Toza bu jaketan bo'ladigan kurtkilarimizdan kelgan. Bularni yaqalar ham olib qo'yiladi. Bu velikan razmeri bu. Katta razmerga loyihalarimiz uchun olib keldik. Yengil ham issiq narsa bu. Ko'pchilik xohlaydi bu narsani. Bahorga chiqib jaket atib kiyganda chiroyli jaket bo'ladi. O'zi shu jaketlari moda bilan. Buni ranglari ko'p. Yana pastena har xil ranglarini xudo xolasa tushirdik. Bularni hozir bir qator ochib, yaqalarini ildirib, hammasini yoyib, xohlab qo'yamiz chiroylatib sizlarning kelishlaringizga. Yana bu kichkina razmeri. Bular razmerlari 40 dan 58 gacha bo'ladi. Bam shu jaket bo'lgan modeli. Buni ikki xil modellar keldi hozir bugun. Endi rombikli, bu uzun poloskili ikki xil modeli bor. Ranglari esa dim ko'p, hammasidan qora ham bor. Qoradan kamyob bo'ladi bunda, qora svet ham qo'shildi. Endi svetlar ham bor. Bular ham yaqalari qo'yiladi. Xudo xolasa kelaverasizlar, do'konimizda toza yangiliklar bor. Ertaga ham yuk keladi. Xudo xolasa bularni baholari endi chiqadi, hozir tushirdik. Ish qilib bozordan arzon qilib beramiz sizlarga. Shu o'zingiz YouTube kanalimizda ko'rib keldik desanglar, yana bitta arzon qilib beramiz. Xudo xolasa bizning videolarimizni qo'llab-quvvatlab turinglar, like bosib, kommentariy yozib, aldindalik xudo xolasa zo'r kiyimlarga yaxshi baholarni qo'yib skidga aytib beramiz. Salomat bo'linglar, do'konimizda kutib qolamiz.